Kravatlar. Qiyin ishlardan keyin dam olish juda ham yoqimli. Sizga nima bo'ldi? Reyn, kravatlar juda ham yumshoq. Nima uchun bu sodir bo'ldi? Xona sizga yoqqanidan xursandman. Yaxshi dam olinglar. Qanaqa dam olish? Qanday yumshoq. Anistar.uz taqdim etadi. Hayvonlar bo'ysundiruvchisi uchun chiqsa.走り続けてきただけど君が教えてくれたんだ信じることへのファンキーが決してよ Day by day 感じられるスラムから作ったのばかり吸い込んだここから上昇会さらに君の声でほどけていく誰も僕のことを分かってくれないと塞ぎ込んだ夜に心溶かす暖かい手握り返して誓いを胸に希望を心に抱いて Fly to sky 今刻んだ新しいその絆君がいるから強くなれるんだ Fight for you and I 君のね忘れないよまた初めから駆け出そう僕らでここから Change the world Man va Kanada qoratish to'dalarini ushlaganimizdan so'ng, shundan so'ng ikkalamizni gildiyaga chaqirishdi. Biz qora tishli qaroqchilarni yo'q qilganimiz uchun mukofot berildi. Hattoki meni Y darajasiga ko'tarishdi. Va men yaxshigina mukofot oldim. Shunday qilib biz shaharda jihozlar sotib oldik. Keyin biz hashamatli ovqatlar bilan o'zimizni nishonladik. Ammo men juda ham afsusdaman. Bu kecha ham faqat bitta xona bor. Tushunarli, men tashqarida yotaman. Men sizga xonangizni ko'rsataman. To'xtang. Mening xonam Kanadaning xonasidan alohida bo'lish kerak. Ammo boshqa xonalar yo'q. Biz bu yerda birga qolamizmi? Ishonchim komilki, bugun qattiq uxlayman. Reyn, keling to'shaklarni sinab ko'ramiz. Men bugun tashqarida uxlayman. Nima? Nima uchun? Bir haftalik pulini oldindan to'ladik-ku. Tashqarida muhimroq narsalar bor. Men bir xonada yota olmayman. Qizlar bilan. Nima? Men siz bilan tunashga qarshi emasman, Reyn. Mani eshiting, axir men yigit kishiman. Aslida yigit bilan bir xonada bo'lish g'oyasi meni biroz noqulayga soladi. Lekin siz yomon odam emassiz, shuning uchun bunga qarshi emasman. Tushundingizmi? U juda xushmuomalami yoki jahldormi, buni bilmayman. Eshiting, Kanada. Odamlarga osonlikcha ishonib bo'lmaydi. Biz endigina uchrashdik. Bir-birimizni deyarli tanimaymiz. Menga ishonishingizga nima sabab bo'ldi? Men boraman. Mani eshiting. Men birovga ishonmasligim mumkin. Lekin sizga ishonaman, chunki bu siz. Siz boshqalardan farq qilasiz. Biz endigina uchrashgan bo'lsak ham, biz do'stlarmiz, to'g'rimi? Men esa sodiq do'stimni tashqarida uxlashiga yo'l qo'ymayman. Axir biz rostdan do'stlarmiz-ku, a? Tushunarli. Men tashqariga chiqmay shu yerda uxlayman. Rostdanmi? Ha. Buni eshitganimdan xursandman. U bilan uchrashganimdan keyin birin-ketin kutilmagan hodisalarga duch kelyapman. Men u bilan bahslasha olmayman. Lekin kiyimimni almashtirganimda boshqa tarafga qarang, xo'pmi? Albatta. U uxlayotganda juda ham yoqimli. Reyn juda yaxshi yigit. Hatto kuchli turlar orasida men kabi mushuk ruhlari kamdan-kam uchraydi. Shu sababli ko'p odamlar meni ovlashga harakat qilishadi. Ba'zilar dunyoda ustunlikka erishish uchun menga murojaat qilishadi.
boylik, ochko'zlik va shon-shuhrat uchun. Bu odamlarning xohlagan narsalari edi. Ammo keyin u bilan uchrashdim. Hey, yaxshimisiz? Reyn men bilan uchrashgandan hayron bo'ldi, lekin bu hammasi emas. U sof niyatlari bilan meni qutqardi. Menga oddiy qizlar kabi munosabatda bo'ldi. Men qanchalik xursand ekanligimni so'z bilan ifodalab bera olmayman. Ishonchim komilki, jamoadan chetlatilganligi Reynga hamon ta'sir ko'rsatmoqda. Reyn bunga ahamiyat bermasligini aytadi, lekin bilamanki, u jimgina xafa bo'ladi. Men bu yarani davolamoqchiman. Men Reynda chin yurakdan tabassum qilishini xohlayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men doim siz bilan bo'laman, Reyn. Men Kanada bilan tanishganimga bir hafta bo'ldi. Biz ishlarimizni muammosiz olib bordik. Biz sarguzashtchilarning tinch hayotidan zavqlanamiz. Biroz istaysizmi? Rahmat. Ko'cha qo'riqlovchi troll? Ha, Keng qadam nomli ko'prigida haqiqiy troll paydo bo'ldi. Troll? U kesib o'tmoqchi bo'lgan har qanday odam bilan jang qiladi. U jangda hammani yutgandan so'ng ketadiganga o'xshaydi. Yaxshiyamki, u hech kimni o'ldirmadi. Ammo odamlarni ko'prikdan foydalanishga yo'l qo'ymayapti. Shuning uchun nima deb o'ylaysiz, Reyn? Ishni qabul qilasizmi? Sizningcha biz kabi darajaliga mumkinmi? Ha, bu ish barcha darajalilar uchun mavjud. Kim birinchi bo'lib yutsa mukofot oladi. Mukofot esa juda yuqori bo'ladi. 5 ta oltin tanga. Ishni qabul qilaman. Yaxshi, sizga katta rahmat. Reyn, bu katta qadam ko'prigi emasmi? Bu ko'prik shahrimizga sayohat qilishning yagona yo'li. Qoyil, buni ajoyibligini men hech qachon bunday narsani ko'rmaganman. To'g'ri, o'ylaymanki siz buni hech qachon ko'rmagansiz. Eshiting, troll deb nomlangan odamni qanday tasavvur qilasiz? Buni bilmayman. Odatda agar hech kim o'lmasa, kimdir o'lmaganlardan jinoyatchi qanday ekanligini so'raydi. Ammo mag'lubiyatga uchragan xalq gapirishdan bosh tortdi. Shuning uchun troll haqida hech qanday ma'lumot ola olmadim. To'liq noma'lum dushman. Ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Reyn! Nima bo'ldi? U yerga qarang. Ajdarho! Bu yerda o'zimni kuchli his qilyapman. Hoy sizlar, men bilan jang qilinglar. Ajdarho, qiz bolami? Hoy, o'zi meni eshitdingizmi? Kechirasiz. Lekin savol bersam maylimi? Siz ko'prikni vayron qilgan trollmisiz? Troll? Bu menga yoqadigan taxallus emas. Lekin bu menman. Mening ismim Tanya, men ajdarho ruhiman. Men bu ko'prikda mashg'ulot o'tkazyapman. Bu ajdarholar orasidagi qonun. Ular 15 yoshga to'lgandan so'ng yanada kuchliroq bo'lish uchun sayohatga chiqishadi. O'ylaymanki, u ham. Siz hammasini bilar ekansiz. Men kuchliroq odamni qidirmoqdaman. Birinchi darajali sarguzashtchi va mushuk ruhi mening kuchimni oshiradigan mukammal raqiblar. Ikkalangiz birdaniga hujum qilinglar. Sizlar men bilan jang qilmaguningizcha ko'prikdan ketmayman. Biz u bilan kurashishimiz shart. Men ajdarhodek kuchli turga qarshi kurashaman deb o'ylamagandim. Reyn, ha? Xavotir olmang, axir biz oldingidan kuchliroqmiz. To'g'ri aytasiz. Demak, sizlar tayyormisiz? Men hozir boshlayman. Reyn! Yomon emas. Bu zarbani hali hech kim to'sa olmagandi. Bu aniq. Chunki men buni qiyinchilik bilan to'sdim.
Bu sizni birinchi sinovdan o'tganingizni anglatadi. Ammo bunga qarshi tura olarkanmisiz? Tayyor turing. Men bir ilojini qilib, uni yutish yo'lini topishim kerak. Kanada, bu issiq, juda ham issiq. Qimirlamay turing, men yordam beraman. Mening dumim, chiroyli dumim. Endi ham jahlim chiqdi. Va nihoyat, jangga tayyormisiz? Ular shunchaki ajoyib. Ikkita kuchli tur, ular teng jang qilmoqda. Bunda o'zimni kuchsiz deb his qilyapman, lekin bir vaqtda hujum qilsak. Nima? Hoy, to'xta! Qo'lga tushdilar. Bu juda yomon. Hattoki Kanadadan shartnoma bo'yicha olgan kuchim ham bu yerda foyda bera olmaydi. Hozirgi hujumiga nima qilsak bo'ladi? Sizlarga qoyil qoldim. Birinchi marta bu jang uzoq davom etdi. Men bundan ko'proq zavq ola boshladim. Bu haqiqatdan ham eng kuchli turlardan. Balki qo'l jangida ajdarxonni yutarmiz deb o'ylash juda ham katta xatodir. Men haqiqiy hayvon bo'ysundiruvchi kabi kurashishim kerak. Menga 5, yo'q, 3 daqiqa yutib bera olasizmi? Menda bir fikr bor. Fikr? Menga vaqt topsangiz, qolganini o'zim hal qilaman. Yaxshi, buni menga qoldiring. Rahmat. Suhbatingizni tugatdingizmi? Ha? Xo'sh, unda keling unda kurashaylik. Garchi siz shunday qilsangiz ham qachongacha shunday urushasizlar. Siz bu haqda tashvishlanmang. Reyn menga fikr borligini aytdi. Hey, unga rejalarimizni aytmang. Yo'q. Men diqqatimni jamlashim kerak. Men fikrimni jamlashni xohlayman. Tanya meni uloqtirib yuborganida men yorug'likni his qildim. Men uni topdim. Iltimos, do'stlaringizni bu yerga olib keling. Yaxshi, buni uddalaymiz. Kanada! Qolganini menga qoldiring. Nima, endi siz bilan jang qilamanmi? Yo'q, siz ular bilan jang qilasiz. Bu yana nimasi? Nima bo'lyapti o'zi? Ammo bu og'riqli emas. Bu menga ta'sir qilmaydi. Bu juda ham kuchsiz hujum. Yo'qolinglar. Siz meni chalg'itmoqchi edingizmi? Bu meni jahlimni chiqarish uchun yetarli deb o'ylayman. Siz meni kuldirmang. Bunday hujumlar ajdarhoga zarar yetkazdirmaydi. Men ajdarho ruhiman. Nima bo'ldi o'zi? Men harakat qila olmayapman. Bu bet o'qishlarning ishi. Uning yorqin patlari juda ham zararli. Patlari? O'sha katta dozadagi zahar hattoki sizdaqalarni ham yiqitishi mumkin. Tushunarli, men yutkazdim. Men taslimman. Siz juda ham tez taslim bo'ldingiz. Buning sababi barmog'imni ham qimirlata olmayman. Qanday qilib g'alaba qozonishim mumkin? Reyn, biz g'alaba qozondik. Ha, biz yutdik. Eshiting, Tanya. Biz kelishib olishimiz kerak. Nega? Nima uchun? Meni boshqa odamga sotmoqchimisiz? Albatta yo'q.
Men faqat siz bilan gaplashmoqchiman. Umid qilamanki, siz menga boshqa hech qachon bunday ish qilmaslikka va'da berasiz. Agar rad etsam-chi, nima bo'ladi? Ushbu holatda men bilmadim. Bu yana qanday javob? Siz meni xohlagan joyga olib borib, xohlagan ishingizni qildirsangiz, siz qanday qo'rqinchlisiz? Bu nima qilganingiz? Bu juda ham og'riqli. Reyn uchun momoni yaratishni bas qiling. Bu ish yomon qizlar uchun jazo. Bo'ldi, men tushundim. Men tushundim. Iltimos, to'xtating. Buning oxiri yo'qqa o'xshaydi. Nima? Siz qo'rqinchli trolni ko'prikdan haydab yubordingizmi? Men qo'riqchini mag'lub etdim. Ko'prik bundan buyon xavfsiz bo'lishi kerak. Bu biz bilgan Reyn, bu ishni qila olishingizni bilardim. Hikoyalaringizni tasdiqlaganimizdan so'ng keyin mukofotingizni beramiz. Sizlarga kattakon rahmat. Aytgancha, bu kim o'zi? Dum va shoxlar? Bu ajdarhoga o'xshaydi. Yo'q, biz bu qiz bilan ishda tanishib qoldik. U inson, u shunchaki kostyum kiyib olgan. Ha, demak shunaqami? Hey, sen men uchun gapirma. Men shunchaki oddiy odam emasman. Sizga aytishimga ruxsat bering. Men osmon malikasiman. Biz hozir ketamiz. Ko'rishguncha. Agar ular sizni qo'riqchi trol ekanligingizni bilsa, butun shahar vahima keltirib chiqaradi. Shuning uchun hech kimga aytmang. Tanya! Keling jang qilamiz. Hoysiz! Oho, bu juda ham ajoyib. Buni qanday qilyapsiz? Mening kimligimni bilmoqchimisiz? Jiddiy gapiryapman, kim ekanligingizni hech kimga aytmang. Axir biz sizni o'ylayapmiz. Kechiringlar, unutibman. Xo'sh. Endi nima qilishimiz kerakligi haqida. Bu shahardan uzoqroqqa keting. Nima? Mumkinmi? Yaxshiyamki, trol haqidagi ma'lumotlar uzoqqa tarqalmadi. Menga boshqa bunday ish qilmaslikka va'da bering. Eshiting, nega yutqizgan odamlar Tanya haqida gapirishmadi? Yaxshi savol. Siz ularga tahdid qilganmidingiz? Albatta yo'q. Ammo ularning barchasi bir qizga yutqazganidan hafsalalari pir bo'lgan bo'lsa kerak. Ularning gapirmaganligi sababi shu edimi? Siz rostdan ham meni asrab olmaysizmi? Yo'q. Amaliyotingizni shov-shuvga sabab bo'lmaydigan joyga ko'chiring. Ha, yaxshi. Men ikkalangizni ham mag'lub eta olmadim. Endi bu mashg'ulotlar menga foyda keltirmaydi. Ammo ajdarholar qoidasida mashg'ulotni davom ettirish kerak, shunday emasmi? Ha, bu haqidami? Ammo men sizga hamroh bo'lishni o'yladim. Ha, nega? Nima uchun? Ikkingiz bilan birga bo'lish bu ajoyib mashq bo'ladi. Bundan tashqari qiziqarli ham. Va shuningdek, Reyn, eshiting, men sizni yoqtiraman. Rahmat, meni himoya qilganingiz uchun. Hoysan, xo'jayinimdan uzoqroq tur. Nima, siz rashk qilyapsizmi? Albatta yo'q. Men shunchaki Reynda xafa bo'lganini ko'rdim. Bu oddiy quchoqlash-ku. Rashk qiladigan qizni hech kim yoqtirmaydi. Nima deysiz? Tanyani jamoamizga qo'shishga qarshi emasmisiz? Ha, Kanada? Men qarshi emasman. Tanya biroz yomon, lekin menga yoqadi. Demak, kelishib oldik. Reyn, siz meni bo'ysundirishga harakat qiling. Kanada bilan shartnomangiz bor. Demak, siz ham men bilan shartnoma tuzishingiz kerak. Ha, mayli. Men mushuk ruhi yoki ajdarho ruhini bo'ysundirayotganimga ishona olmayman. Tayyormisiz? Ha, istalgan vaqtda. Mening ismim Reyn Shirat. Ushbu sehr orqali shartnoma yaratmoqchiman. Qalbimizda qasam, qalbimizda umid. Sening kuching mening qo'limda. Endi ismingizni ayting. Tanya.
Hammasi tugadimi? Ha. Shartnoma muhrlandi. Qarang, qo'lingizda g'alati shakl bor, shunday emasmi? Ha, to'g'ri. Shartnoma tugaganda shunday bo'ladimi? G'alati. Men qayerda bo'lmay, o'zimda Reyn bilan bo'lgandek his qilyapman. Ammo bu biroz yoqimli. Men bu hayotda bor omadimni sarflagandek his qilyapman. Hoy, siz hozirgina men bilan shartnoma tuzdingiz. Nega g'amgin ko'rinyapsiz? Men siz bilan ishlashdan xursand bo'laman, xo'jayin. Onangni o'rmonda bir hafta behuda bo'ldik. Men charchadim, dush qabul qilmoqchiman. Hayvonlar bilan kurashayotganimizda sehr ishlatish men o'ylagandan ham qiyinroq bo'ldi. Jihozlarni olib yurish qiyin edi. Barcha jihozlarni Reynga topshirar edik. Nima uchun arzimas ishlarni qilishim kerak? Ammo endi nima qilishimiz mumkin? Oldinga borish qiyin ko'rinadi. To'g'ri, keling Reynni qaytarib olamiz. Nima? Hammamiz undan kechirim so'raymiz. Keyin u to'g'ridan to'g'ri qaytib keladi. U sodda, mehribon va ahmoq. Keyin yo'qolgan o'rmondan chiqqanimizdan so'ng biz uni yana tashlab ketamiz. Reyn uxlayotganida men yuziga qarashni xohlayman. Menga farqi yo'q, men kravatni xohlayman. Yo'q, qizg'onchiq. Yo'q dedimmi, yo'q. Sen ziqnasan, ziqna. Va nihoyat tugadi. Xizmatinglarda Asadulloh bo'ldi. Timing, tarjimon, azvuchka, hammasida Asadulloh bo'ldi. Keyingi qism Ajdarhoning kuchi.